biz jon bolam. Bir mavsumni javolida ko'ray, o'lsa ma'lum yo'q meni. Mana shu akamiz Rossiyada qo'lga oldi. Rossiyaning Moskva shahrida avtobusga minganman deb oxirgi marta 2-iyul kuni telefon qilganlar. 1 oy bo'ldi, biron marta telefon ham qilgan yo'q, dom-darak yo'q. Avtobusga mindimi, minmadimi, buni hech kim bilmaydi. Yuragimiz tinchisa bizni minganingni aytding, avtobusda yo'li nomerini aytmading bizga, o'zbekdagi deding xolos. Jon bolam bildirgin o'quvchisi axray yo'qmi chiqib aytishga ham. Dadamlar 1 oy bo'ldi, o'zi yo'lga chiqqanlariga 1 oydan burun gaplashganimiz yo'q, xabar yo'q. O'shanga sizdan iltimos shu dadamni topishga yordam etsangiz. Sog'inib ketdim men seni. Bilganim bo'lyapti. Qayta bu sen darag'ingni bildirgan bunday esalamon kelmalarni boshiga. Dada qayta bo'lsangiz bir xabaringizni bering dada. Sog'indik sizni. Akalar opam 80 ga kirgan onalarni o'zlaring ko'ryapsizlar. Sog'ingan farzandini 1,5 oydan beri telefon ham qilmaydi. Men Tojikistonga ketyapman deb oxirgi marta 1 oy oldin telefon qilgan. 1 oydan ham o'tdi. Biz Tojikistonni Bobojon G'afurov nohiyasini Qatag'an degan qishloqda turibmiz. Hozirgi nomi Zerzamin. Qo'llaringdan kelgancha iltimos qilaman, yordam beringlar. Tegil, sog'inib ketdik biz jon bolam. Bir mavsumni javolida ko'ray, o'lsa ma'lum yo'q meni. Mana shu akamiz Rossiyada qo'lga oldi. Rossiyaning Moskva shahrida avtobusga minganman deb oxirgi marta 2-iyul kuni telefon qilganlar. 1 oy bo'ldi, biron marta telefon ham qilgan yo'q, dom-darak yo'q. Avtobusga mindimi, minmadimi, buni hech kim bilmaydi. Yuragimiz tinchisa bizni minganingni aytding, avtobusda yo'li nomerini aytmading bizga, o'zbekdagi deding xolos. Jon bolam bildirgin o'quvchisi axray yo'qmi chiqib aytishga ham. Dadamlar 1 oy bo'ldi, o'zi yo'lga chiqqanlariga 1 oydan burun gaplashganimiz yo'q, xabar yo'q. O'shanga sizdan iltimos shu dadamni topishga yordam etsangiz. Sog'inib ketdim men seni. Bilganim bo'lyapti. Qayta bu sen darag'ingni bildirgan bunday esalamon kelmalarni boshiga. Dada qayta bo'lsangiz bir xabaringizni bering dada. Sog'indik sizni. Akalar opam 80 ga kirgan onalarni o'zlaring ko'ryapsizlar. Sog'ingan farzandini 1,5 oydan beri telefon ham qilmaydi. Men Tojikistonga ketyapman deb oxirgi marta 1 oy oldin telefon qilgan. 1 oydan ham o'tdi. Biz Tojikistonni Bobojon G'afurov nohiyasini Qatag'an degan qishloqda turibmiz. Hozirgi nomi Zerzamin. Qo'llaringdan kelgancha iltimos qilaman, yordam beringlar. Tegil,